Olganimga 3 yil bo'lib qoldi. 3 yil bo'lyapti, xudo xohlasa. 3 yil bo'ldi. 2023 olgansiz? Ha, shunaqa. 2026 ga o'tdik. Ha, 3 yil bo'libdi pashta. Ha, 25800 83 kilometr. 83 kilometr. Qonli qiladigan bo'lsa nechta pulga to'ladi noldan? Endi hozir propan narxi ko'tarildi, 700 mingga to'ladi-da. 700 mingga bormaydi. Buni reminlarini qachon almashtiradi men shuni? Remin almashtirmaysiz aka buni. Cobalt bor-ku. Cobalt sepli motor, to'g'rimi? Buniki ham xuddi shunaqa sepli. Uzilib ketgandan keyin almashtiradi. Yo'q, almashtirmaysiz aka. Assalomu alaykum hurmatli Toshkent Motors obunachilar. Xudo xolasa bugun sizlarga yana bitta mijozimizdan o'zimizdan olib ketishgan Salohiddin akam Jack M3 da odzifini so'ragan keldik. Xudo xolasa Salohiddin aka video boshidan aytaman, boricha aytasiz. Ya'ni obunachilar o'ylashi mumkin kelishib oldi deb. Kelishmayman-da men. Bu odamni oldiga boraman, demak, ishonchli narsa bu. Jack M3'imiz ham, M4 ham, Jack J7 desmi, J6 desmi, Jack har qanday modellar xudo xolasa ishonchdan o'tdi, O'zbekistondan o'tdi aka. Shuning uchun bemalol boricha aytavering. Nimaga desangiz, obunachilarga qiziqroq bu. Shuning uchun ataylab siz oldingizga ozgina oddiy qolgan keldim aka. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli mijozlar deymizmi shunaqa. Olganimga M3 olmoqchi bo'lgan mijozlar. M3 olmoqchi. Olganimga 3 yil bo'lib qoldi. 3 yil bo'lyapti, xudo xolasa. 3 yil bo'ldi. 2023 olgansiz? Ha, shunaqa. 2026 ga o'tdik. Ha, 3 yil bo'libdi pashta. Olganimga 3 yil bo'ldi. 3 marta yog' almashtirdim. 25 ming kilometrga yaqin yurdim. Endi hozircha boshqa hech joyini almashtirganim yo'q. Bilmasdan endi bir kalotkasini almashtirib qo'yibman. Kalotka nima sabab bilan almashtirsizki? Ha, u atak kalotkam buzilmagan ekan. Prosta bilmasdan almashtiribman. Sal ovozi chiqqani uchun ustaga borgansiz, kalotka almashtirib qo'ydingiz. Bu boshqa hech narsa almashtirganim yo'q. Baloni ham o'zida yuribdi mana. Baloni o'zida hech narsasini almashtirganim yo'q. Gap yo'q. Olganim nima deydi, polik qo'ydikki shu o'sha payt. O'shanday. Boshqa hech narsa qo'yganim yo'q. O'zingiz ishingizga yuklayapsiz bunga. Ha, Nechtonnaga yuk yuklaysiz taxminan Salohiddin aka? Pashta 1 tonnaga boradi pashta. 1 tonnaga boradi. 8 kilo, 9, 1 tonna har xilda shunaqa. Mashinaga azob bermas ekansiz-da? Yo'q. Bagaj qo'yganingiz yo'q? Yo'q, unaqa qilganim yo'q. Unaqa narsalar yo'q. Mashina yurishidan qanday aka? Mashina yurishi yaxshi. Propan qo'ydim birdaniga, 2 ta 50 talikdan 100 talik balondan. 100 talik balon qo'ygansiz. 100 talik qo'yib yubordim, ha. Xo'p, 100 taligingiz hozir kechigingizda qonli qiladigan bo'lsa nechta pulga to'ladi noldan? Endi hozir propan narxi ko'tarildi, 700 mingga to'ladi-da. 700 mingga bormaydi, ha. Ovozda 700 so'm bo'ldimi? 7 ming bo'ldi-da 1 litr. 1 litr 7 ming so'm. O'sha. Gap yo'q. 700 mingga boradi. Necha kilometr yuryapti bitta zapravka bilan? Endi 900, 850 agar danlida bo'lsa undan ham ko'proq yuraveradi. Shu shahar ichida 9 kilometr, 850 shunaqa yuradi. O'lim degan 8 kilometr yuraveradi. Ha, u yuradi o 8larga. Suvda baribir ko'proq rasxod qiladi-ku. Shuna endi qizdirishingiz bor, boshqasi bor. Shunaqa. Mashina kamchilik sezmadingiz aka? Yo'q, xudoga shukr, yaxshi hammasi. Olmoqchi bo'lgan odamlarga nima deya olasiz? Endi faqat yurakdan ayting aka, yurakdan. Misol, men uchun aka, meni yuzotir qilmang. Men bu kompaniyangiz mashinani sotmayman, men yomonlab chiqyapman. Yuragingizdagi aka. Yaxshilasangiz ham, yomonlasangiz ham men uchun yaxshi mashina ekan. Chin, yurakdan aytadigan bo'lsam. Atak boshqalar bilmayman, menga juda yoqdi. Yangilikdan ko'rdingizmi? Damas 3 ni? Damas 2026 ni? Ha, ko'rdim. Nima vazif berasiz 26 ga? Narsasi nima deydi? Bortavoyni aytyapsizmi? Yo'q, passajirni chiqdi. 8 kishilik yangi. Hozir fon Instagram, YouTube shundan to'ldi-ku. Yo'q, unga ahamiyat Damasdan sal uzunroq chiqqan, shu 1-2 yillik qilib chiqardi. O'zbekistonda Chevrolet brend ostida chiqyapti. Ha, yo'q, unga ahamiyat bermayman. Ko'rgan bo'lsam, emblemat Chevrolet. Narxini aytaman aka. 150 million so'm. Sifat darajasiga kelib chiqadigan bo'lsa, mana shaxsiy fikrim. Adashmasam hozir kechigimizda Jack M3larimiz 215 million 460 ming so'm. Siz olgan paytda qimmatroq olgansiz. 250 million atrofida olgansiz. Shunaqa. Endi hozir skidka bilan sotilyapti. O'zimizda zavod qurilyapti, shuni hisobiga arzonroq sotilyapti. Hozir qancha bo'ldi deyapsiz? Qarang, 215 million 460 ming so'm sotilyapti. Damas 3larimiz 150 million so'm atrofida. Paysasiga qarab, 4 ta paysasi bor ekan. Endi men tavsiya bergan bo'lardim, ko'rib turgan obunachilarga, baribir mashinani ko'ryapsiz, 5.11.5. Xavzli tomonni javob beradi. Motori 1.8 sepli. 134 ot kuchi. Rasxoti mana propan 100 talik qo'yishgan ekan, 8 kilometr o'ldim deganda yuryapti, 9 kilometr yurib turibdi mashina. Tavsiya beraman buni. O'zim shaxsan. Hadoy sistemasi tomonidan kelib chiqqanda ham bir
E'tirozlaringiz bo'lsa ayting. Yo'q, hozircha hammasi joyida. Orqaga odam Faqat yuklamadiz-da. Buni reminlarini qachon almashtiradi men shuni? Remin almashtirmaysiz aka buni. Ha, Cobalt bor-ku. Ha. Cobalt sepli motor, to'g'rimi? Ha. Buniki ham xuddi shunaqa sepli. Uzilib ketgandan keyin almashtiradi. Yo'q, Ha. almashtirmaysiz aka. Ha. Xudo xohlasa mashina azob bermaydigan bo'lsa, og'ir yuk bosmayapsiz aka. Mashina xudo xohlasa motor umri uzoq sepdi. Ha, remin almashmaydi. Almashmaydi aka. Jack motor olganingizda 70 mingda almashtirishingiz kerak edi. Ha. A bunikini almashtirish shart emas. Siz aka bu yurishingizda xudo xohlasa yana bir 10 yil yuraveradi. Xudo xohlasa. Shuni motori xudo 3 marta xohlasa. yog' almashtirdim-da. Shu motorni moyini aka vaqtda almashtirasiz. 8 ming. Mashinaga ko'p azob bermasiz. Almashtirayman. Xo'p, undan tashqari 2 martada 1 marta vazushkani almashtirib tursiz, kolodkalar almashtirasiz, boshqa rasxodlarni ko'p mijozlardan ozifa olyapman. Xuddi shunaqa narsa aytishyapti. Endi ba'zi birlar mingan aka 20-25 mingda rasvo qilgan. Endi ular u cho'lda aka Toyota Corolla ham, Toyota Land Cruiser'lar ham borib kelar ekan o'sha cho'lga. Bir hafta Texas motor qilar ekan. To'g'risi u shuni aytmoqchiman. Mashina ehtiyot qiladigan bo'lsa, mashina umri uzoq bo'laveradi. O'zini ichingdan beraman, hisob texnika haydaysiz. Bundan oldin ham mashina haydagansiz, to'g'rimi? Damas haydagansiz, adashmasam, Absaga. Yo'q, Damas haydamagan. Damas haydamagansiz. O'zbekiston mashinasini haydamaganman. Hech. Voyaxi qanday aka? Voyax olmadim, mana BYD chempion oldim. Voyax ham tushib ketdi narxi. Ha, uni bildim tushdi, oqlari ham kel. Lekin shu payt yo'q edi, oqi, o'shaning uchun. Chempion ham zo'r lekin. Ha, chempion oldik. Ammo akimga S16 oldik. Ha. Bir maslahat qilaman siz bilan. Ha, S16 dan oldik, Big Motordan. Bu mashinani o'rtog'imga ham olib berdik. O'rtog'im mazza qilib. Sodiqjon aka bilan kecha gaplashdim. Yo'q, Sodiqdan bozorchi o'rtog'im. Bu o'zimni maktabda o'qiydigan bitta o'rtog'im. O'rtog'ingizni ko'rmayapman lekin. U ham yaxshi yuribdi. 10 nomeri 931 da, meniki 930 ku. O'rtoqlar bitta qilgansiz. Bir paytda olib, bir payt nomer oldik. U ham mazza qilib meni yurdi. U ham noligan yo'q, oshi zo'r. Necha yurishdilar? Unisini so'raganim yo'q. So'raganingiz yo'q. Mashina ko'ni to'la, misol siz tavsiya bering. Eng yomon narsa aka. Maqtaydi. Birovning o'rtasiga turish yomon narsa, bilasizmi? Eng yomon narsa-da. Nimaga? Bir narsa chiqib qoladigan bo'lsa, o'zingiz aybdordek his qilasiz-da. Shunaqa. Hozir u mijoz o'rtog'ingiz sizdan rozimilar? Hamisha so'rayman, mashina qanday desam, mashinam chotka deydi. Bilmasam endi, men ko'nglim uchun aytaman, atak biram marta nolimadida. Lekin Xudoga shukr, meni mashinam o'zim uchun aytaman, juda yaxshi. Ishimga ham yaxshi. U yoq bu yoqqa Surxondaryoga borib kelaman ko'pincha. Bolalar mindirib mazza qilib borib kelamiz. Biram marta biron joy atkaz qilib yo bir narsa bo'lgan yo'q, Xudoga shukr. Gap yo'q aka, Xudo xolasa. Umri uzoq bo'lsin, mashina taydan shamol o'tib yursin, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Bitta kilometrni ko'rib olamiz aka, endi itiruv uchun. Xo'p, qancha kilometr anozini bosasiz? Bitta o'zingiz o'tirib ko'rsatavering aka. Mana o'sini hozir men nolga qo'yib qo'ydim-da. Bunday qilaman, nimadir qiladi. Yana bitta bosasiz. Ha, 25800 83 kilometr. 83 kilometr. Aytdim-ku, 25 qancha shuni. Salkam 26 ming yuribsiz endi. Ha. Gap yo'q. Aka nimaga? Charchash yo'qmi? Yo'q. Ertalab bozorga chiqasiz, kechga ketasiz. Borib xulasiz faqat. Boshqasi yo'q. Bozorga chiqqan payt shuda endi. Xizmatlar yaxshimi aka? Yaxshi, Xudoga shukr. Gap yo'q aka. Salomat aka. Pastda 26 yuribman, ahamiyat bermayman. Gap yo'q aka, Xudo xolasa taydan shamol o'tib yursin. Rahmat. Kuni so'lsa biz xursandmiz aka. Gap yo'q, sizlar ishlaringizga ham omad. Jaka o'xshagan odamlarga fikringiz shu? Ha, fikrim oson. Yaxshi mashina, bilmasam men shaharda ham buni yuribman, Surxondaryoga ham borib kelyapman. Yomon emas, mashina bo'ldi. Orqa sidinglar qo'yganingiz holatingizda qanaqa yuryapti? Orqaga odam o'tkazdingizmi hech? Yo'q, odam o'tkazmadim. Boshidan olib tashlaganman. Sal bu tomondan endi uzun narsa-ku, baribir sal o'tadi. Unisini bilmayman, chunki sal o'tadi. Sidinani olib tashladim. Endi katta tezlikda yurgansan-ku, Yamanni ko'rgansiz. Trassani bilasiz-ku. Shunaqa. Yo'llarimiz bitta teppa-tekis-ku. Baribir o'tadi-da. Bitta kamchilik shu deb o'ylayman. Ha, endi baribir любой bunaqa mashinalar bari jo'ski bo'ladi endi. Qimmatlari mehki bo'lmasa, qayerdalar? Uzunligi nisbatan normalda bo'lsa kerak. Bilmasam, yaxshi mashina menga yoqqan. O'shaning uchun olganman. Xursandman, Salomat aka. Rahmat. Siz ko'nglingiz to'lgan bo'lsa, men xursandman. Xudoga shukr. Xudo xolasa sizlarga ham Jack M3 mashinalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa yoki Entormi, Sunraymi, har qanday mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, past nomerli telefon qilsa, menejerlar to'liq ma'lumot berishadi. Xohlagan usulda xarid qilsanglar bo'ladi. Albatta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mayli, xo'p.
Salom aka, sog' bo'ling. Tabrishga qolasiz rasm tushamiz, sizni rasmingizni qo'yib qo'yamiz. Mayli, mayli.